Mana bu dasturimizda hech qanaqa pul kiritmasdan sarmoyasiz shunchaki har kuni bir kunda 1 soat vaqt ajratilsa yetadi. 1 soat ham o'zi oshiqcha, yarim soat ham yetadi bir kunda. Shu yarim soat vaqtingizni sarflab qo'yasiz, bo'ldi. Shu bilan ertaga kirsangiz bo'laveradi. Chunki bu chiptalari bor. Mana shu 20 tadan bergan chiptalarni ishlatib qo'ysangiz bo'ldi. Masalan, mana buni hozir ishlatib bo'lingan. Bu yerda 18 ta bor ekan. Mana 3-chisida 20 ta bor ekan. Ularni ishlatish uchun mana ustiga bosasiz. Shunchaki bossangiz qisqa reklama chiqadi. Qisqa reklamani ko'ramizda mana o'tkazib yuborish tepada yoki X chiqadi bu yerdan. Mana tezroq reklamani yopish uchun kutib tursangiz turaverasiz. Keyin mana Great. Keyin buni bosamiz. Bu yerda mana yozib qo'ygan. Qaysidan 3 ta chiqsa, o'sha yozilgan narsani beradi. 3 ta sandiqqa mana $1. Bosasizlar, nima chiqsa o'shani beradi. Xo'p, mana bitta zeleniy chipta chiqdi. Bu zeleniy chiptalarni ham hozir tushuntirib o'taman. Mana hozir bularni oldin polni tushuntirib o'tayim. Xo'p, mana X bilan bekitamiz. Bosamiz. Xo'p, mana 500 coin berdi. Balansingizga qo'shilib boraveradi. Endi bu coinlarga keladigan bo'lsak, bu coinda 50 mingi 5 sentga to'g'ri keladi. Ya'ni 100 ming coin bo'lsa, 100 ming tanga yig'ilsa 10 sent hisoblanadi. Minimalni yechib olish Payeer kashalogiga 35 sent. Mana bu joyda bosib, mana Withdraw turibdi, mana pul yechish degan. Shuni bosasizlar. Keyin mana bu yerdan Payeer tanlaysizlar. Mana Binance'ga ham to'laydi. Binance'ga ham 35 sent qilib qo'yibdi. Oldin $2 shunaqa edi. Keyin boshqa hamyonlar ham bor mana. Asosiysi endi bizga Binance bilan Payeerga mana bosasizlar. Hozir mana bossam kirmayotgan sababi minimalga yig'ilmagan. 35 sent bo'lishi bilan keyin yechib olsa bo'laveradi. 100% to'laydigan dastur. Xo'p, endi chiptalarga kelsak, chiptalarni ishlatish uchun mana bu joyda mana birinchisida zeleniy mana chiptalar turibdi 588 ta. Bu zeleniy chiptalarni shularga tikasizlar. Masalan, mana hozir bittasini ko'rsatib o'taman. Hop. Masalan, mana bu yerga 13 ming qancha ham odam tikibdi chiptani mana $3 yuchish uchun. Siz ham qo'shiladigan bo'lsangiz, mana joinni bosib, chiptangizni yozib qo'shilasizlar. Hozir biz ham eng kichkina summasiga tikib ko'ramiz. 5 sentligi bor edi. 50 sent, 25 sent, 5 sentligini olib tashlashibdi. Demak, 10 sentligi qolibdi. Hozir mana shu 10 sentliga mana 800 qancha ham chipta tikilgan ekan. Hozir men ham 588 tani shunga tikib tashlayman mana. 588 ta. Join bosasizlar, bo'ldi, tikildi mana. Hozir 588 ta men tikdim, qolganini boshqa odamlar tikkan to'plab. Hozir mana chiptam 0. Xo'p, agarda kelgan shu vaqt tugagandan keyin mana 40 minut debdi. 40 minut tugagandan keyin siz yutishingiz mumkin yoki kimdir boshqa birov yutishi mumkin. Mana shu 10 sent. Xuddi shunday o'ynaladi. Qolganlari ham shu masalan. Ko'pgina chipta to'plab turib, mana $1000 ga tikishlaring mumkin yoki $100 ga. 100% beradigan yutuq. Agar sizga haqiqatan sizga chiqib qolsa beradi, to'laydi. Keyin mana premiumga kirsanglar, bu sariq chiptaniki
bunda vaqti yo'q, hech qanaqa vaqt qo'yilmagan. Sababi bu bittada beradi YouTube'da. Masalan, hozir sizda sariq chiptangiz 350 bitta bo'lsa, bittada tiksangiz shuni bittada olasiz o'sha 10 sent. Masalan, deylik, mana $50 olish uchun 90 mingta sariq chiptangiz bo'lsa, 90 mingta bitta tiksangiz, shu bittada YouTube'da beradi bu. Va shuning uchun buni premium deb aytiladi. Bunga hech qanaqangi haligi kutish vaqti yo'q, chiqmay qoladi, chiqmasa kerak degan narsa yo'q. 100% bittada chiqadi YouTube. Faqat o'sha sariq chiptangizni o'sha tikkanlardan ko'proq tikishingiz kerak sababi. Masalan, mana shu yerda tikayotgan insonlar bor, o'shalar 10 mingta to'plab tikayotgandir, kimdir 20 mingta. Siz o'shalardan ko'prog'ini, eng ko'pini siz tiksangiz, sizniki bir martada beradi YouTube. Shuni tikishingizga ham beradi YouTube. Hozir menda hech yo'q 500 ta sariq chipta bo'lganda ham bunga masalan mana yozib qo'yibdi 503 ta tikilsa bittada olasiz shu pulni. Chunki yo'q bo'lganda men tikib turib hozir ko'rsatib, pulni olib ko'rsatib berardim dokazat qilib. Xullas kalom, hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Shunday qilib ishlanadi. Referalniy silkasi mana bu joyda, mana o'rtada bu yerga kirasizlar. Mayda mana linik olasizlar. O'sha do'stlaringizga, tanishlaringizga jo'natsangiz bo'ladi. Keyin boshqa o'yinlar, xuddi mana shu Givi'ni boshqa o'yinlarini o'ynamoqchi bo'lganlar mana bu joyni bosib, bundan oxiriga o'tasizlar. Mana shu hammasi mana shu Givi'ni o'yinlari hisoblanadi. Bular hammasi to'laydigan dasturlar. Xohlasangiz mininglar bor, yoqib qo'yib ishlaysiz. Xohlasangiz referral orqali ishlaydigan dasturlar ham bor. Faqat odam chaqirganingiz uchun $25 beradigan dasturlar ham bor bularning ichida. Faqat ko'rib tekshirib o'zingizga mosini topasiz. Hammasi 100% to'laydigan dasturlar mana shular. Hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Qanaqadir savollar bo'lsa bemalol gruppada yozishlaring mumkin.